Assalomu alaykum barchaga qadrli YouTube obunachilarimiz. Bugun bizlar obzorni yangi Zapchast bozoridagi filialimizdan, ya'ni Cherrydan boshlaymiz. Like va podpiskani unutmang. Keling bir boshdan tushuntirib o'taman. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, lokatsiyamiz o'sha har doimgidek yangi Zapchast bozoridagi Cherry avtosalonimizda sizni kutib qolamiz. Qor demasdan, yomg'ir demasdan 24 ga 7 emas, haftada 7 kun ishlashimiz rost. Keling. Xo'p, biz videomizni boshlab oldik. Akalar, siz uchun bor Arizo 6 Pro full komplektatsiyasini bizning xodimlar tayyorlashni boshladi. Keling va mana shu mashinani qorasimi, oqimi farqi yo'q. Istalgan turini chertib tanlab olib ketishingiz mumkin. Bu mashinaning xarakteristikasi qanaqa deysizmi? Xo'p, bu mashinamizga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor, 147 ot kuchiga ega. Motor korobka elektronikasiga 5 yil 150 ming probeg garantiya beriladi. Xo'p, LED faralarga ega Lexus variantida ishlab chiqarilgan dizayndagi injiq mashina. Yili 26. Bizda asfaltga yo'q ekan. Xo'p, qisqacha rasxodlarga keladigan bo'lsak, 6 ta trassada, 8 ta shaharda ichida bo'ladi. Bunga propan uстановка qilsangiz, вообще oxirgi marta qachon benzin zapravkaga kirgansiz esingizdan chiqib ketadi. Xo'p, ichki saloniga keladigan bo'lsak, xo'p, bundan bir yilcha oldin mo'ya tema olib qo'ygan katta bolalar lyuki bor, o'sha narsasi ham bor. Undan tashqari 360 kamera, bespроводной zaryadka, слепой zona, besключевой достуp, kuzovlarning qalinligi, metallari hammasi a'lo darajada. Xo'p, va yana bitta narsani ko'rsatim, 17 diska, diskalari support bo'ladi, 4 tala balon ham, ya'niki ba'zi bir mashinalarga o'xshab turib, oldi support, orqasi baraban bo'lmaydi. Hammasi 4 tala balon ham support bo'ladi. ABS tormozlar bilan jihozlangan. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi alohida mavzu. Ekokojinli salon, o'ziga xos dizayn, joystick korobka, 360 kamera, klimat kontrol va mana bu qismlarga e'tibor berishingizni so'rab qolaman, yumshoq bo'ladi. Qolganini bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Orqalari ancha kengish, 480 litrli bagajga ega mashina. Va mana podlokotnik, hamma narsasi premium darajada bo'ladi. Xo'p, keyingi mashinamiz Tigo 7 Pro bo'ladi. Ya'niki ko'chadagi o'sha o'ziga xos, ancha gabaritga ega, haybatga ega bo'lgan Tigo 7 Premium, ya'niki o'sha panoramli lyuk, 360 kamera, bu safar endi 3 ta LED fara bilan jihozlangan avtomobil bo'ladi. Shu gavdasiga nechta yeysiz deb o'ylaysiz akam? Rasxodi 6 ta shaharda ichida 7,5-8 ta trassada rasxod qiladi. To есть nabarot. Trassada 6 ta, shahar esa ozgina ko'proq bo'ladi. Xo'p. Bu ham xuddi shunaqa 4,5 metrli o'ziga xos ancha katta gabaritga ega bo'lgan mashina. Xo'p, bu mashinani kelsangiz agar kelishtirib, chotka qilib beramiz. Va salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismlari полностью gabaritga ega, yumshoq materiallardan shaqir-shuqur, taqir-tuqir ovozlar eshitilmaydi sizga. Xo'p, bagaj qismi elektronli bo'ladi, полностью unaqangi ochish unaqa narsalar bo'lmaydi. Xo'p, zapaskalari alohida mavzumi, полноценный bo'ladi-ku. Xo'p, undan tashqari o'zini qisib qolmaydigan funksiyalari ham bor. Bemalol o'zimizning brendga ishonamiz. Xo'p, undan tashqari bunda qachonki yopiq turgan bo'lsa, kalit qulflangan bo'ladi mashina. Shunda oldiga kelasiz, supermarketda bo'lasiz, biron joyda bo'lsangiz, shunchaki oldiga kelasiz. 5 sekund turganingizdan keyin ikkita fara margach qilishni boshlaydi. 2 qadam orqaga tashlangiz, bagajni o'zi ochiladi. Xo'p, keyingi mashinamiz ko'rib turganingizdek hamma tanishga uspech qildi, hamma ulgurdi. Arizo 8 gibrid, ya'niki o'sha gibrid, ekonomik gibrid so'zini eshitgandan keyin birdaniga voy ekonomiya degan so'z keladi. Xo'p, Arizo 8 shu gavdasiga premium bo'ladi. Полностью mashina necha litr rasxod qiladi bo'laysiz? Xo'p, o'zim aytib o'taman. Topgan bo'lsangiz, topolmagan bo'lsangiz qarang. 4-5 litr atrofida rasxod qiladi. Полностью. Полный bak benzin ham polni bo'lsa, tokingiz ham polni bo'ladigan bo'lsa, 1400-1100 atrofida yurib beradi. Xo'p. Va bunda bu mashinaga prosta o'tirib ko'rsangiz, o'zi klass oshgan, ya'niki daraja oshgani bilinadi. Hamma narsasi, dizaynlari полностью Mercedes olingan. Sidenyalar ham полностью mana bu yerda bo'linadi, o'zi qo'yilganlari. Start stop sistemalari qo'yilmagan, podsvetkalar hammasi a'lo darajada qo'yilgan, ideal tarzda. Даже plastik qism yo'q desa ham bo'ladi. Birorta joyiga почти plastik ishlatilmagan bo'ladi, hammasi ekokoja ishlatilgan bo'ladi. Xo'p, orqalari ancha kengish, premium bo'ladi. Zadniy deflektor barchasi mavjud. Xavfsizlik o'sha aerobaglari ham bor.
Hop, bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi ancha katta. Ko'rasizmi? Kamera egilmasa ko'rinmaydi. 520 kameraga taglari bilan olib beradi. Полностью безопасностьda bo'lasiz. Yangamga olib bersangiz, вообще mazza qiladi. Hop, komforti bo'yicha o'sha hamma eshitgan, ko'rgan, bilgan hamma navratlari bo'ladi mashinada. Xo'p, akalar, endi navbat 8 Proga 7 ta mestalik, oilam kattaroq, sal bola chaqa, nevaralar bilan yurgani 7 ta mestalikni bir dodasini ko'rsatadiganlarga Arizo 8 ni tavsiya qilamiz. Rasxodlari 7 tadan 10 tagacha atrofiga rasxod qilinadi. Propan uстановка qilsangiz bo'ladi. LED fara 18-19 diskaga ega. Birinchi pozitsiyasi 18, ikki uchlari 19 bo'ladi. Xo'p, 160 kamera, panoramli lyuk, обогрев сиденья, лобовой, боковой hamma joyi qiziydi. Xo'p, ichki qismiga keladigan bo'lsak, birinchi pozitsiyasida qora rang bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarda bu o'sha korичневый bo'ladi. Ya'niki malla rangga o'xshash bo'ladi. Xo'p, datchik sveta, datchik dajda hamma narsalari mavjud mashinada. Xo'p, bu ham xuddi shunaqa bagajlari podsetkalarda elektronli bo'ladi va sidenyasi 7 ta mestali bo'ladi. Ya'ni xohlasangiz olib, bemalol yotqizib qo'ysangiz bo'ladi. Mana. Yotqizib qo'yadigan bo'lsangiz 5 ta mestali va bagajga ega bo'lasiz. Agar yo'q, bagaj emas deb, shunday 7 talik turg'izasiz, sizga 7 ta mestali crossover bo'ladi mashinamiz.